Shamollar, gullarga. O'zi aytdik shunaqa deb. Ahli Instagram bugun bitta zo'r lokatsiyaga kelganmiz. Ko'rasizlarmi? Ketdik. Akamiz o'zi xizmatda, sumalak pishirishyapti. Hormang aka. Salomatimsiz, charchamasizmi? Charchamayapsiz. Necha soat bo'ldi qaynatganiga xudo xolasa? Nasib bo'lsa ertalab boshlagandik. Ertalab boshlagan. Inshaalloh ertalabgacha 1 sutka qaynaydi. 1 sutka qaynaydi sumalak. Xudo xolasa inshaalloh 24 soat pishirib beramiz. Aka qarang, sumalak bo'yicha asosiy xizmatlaringiz nimalardan iborat? O'zi bizning asosiy xizmatlarimiz xonadonlarga borib pishirib berish. Masalan, ofislarga, ishxonalarga asosiy xizmat shundan iborat bo'ladi. Agarda o'zlari sumalak pishirmoqchi bo'lishsa agar, o'stirilgan, undirilgan tayyor bug'doylarimiz ham bor. Keyin sumalak sotamiz ham, dastavka qilamiz xonadonlarga. Toshkent bo'yicha dastavkalaringiz bor. Toshkent bo'yicha dastavkamiz bor albatta. Hurmatli obunachilar, sizlar bu yil sumalak qildilaringmi? Qo'ni-qo'shnilar, qarindoshlar, sinfdoshlar asosiy sizlar sumalak qildilaringmi? Yaxshisidan ha bitta 2008da davay. Rayhonni tebrasa shamollar, gullarga beraman savollar. Kechiring ey sohib jamollar. Chaman kelmasang dunyodan yolg'iz